Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu sahihaynda kelgan hadis, men jannatga kirdim dedilar. Jannatga kirsam baland bir to'r burchak qasrni ko'rdim. Shunda so'radimki, bu qasr kimniki desam, Qurayshlik bir yigitniki deyildi degan. Qurayshlik bir yigit. Rasululloh aytadilarki, bu meni aytsa kerak deb o'yladim degan. Qurayshlik bir yigitniki deyildi. Kimniki deb so'raganimda Umarniki deyildi degan. Hatto rivoyatlarda keladiki, bir joriya chiqib turgan ekan nimadan, qasrdan, borib bir ichiga kirib ko'rmoqchi bo'ldim, lekin Umarni rashkini esladimda kirmadim deganlar. Ya'ni Umarniki bo'layotgan bo'lsa, u Umarniki, men kirmay erga degan. Umar roziyallohu anhuga mana shunday katta bashorat qarang. Jannatda qasrlar bor. Uni qanaqaligini Alloh biladi uni. Taqvodor odamlar uchun tayyorlab qo'yilgan qasr. Shu dunyoda bitta qasrda yashayman deb odam bunday aytganda o'lib ketadi. Agar qasr quraman deb turib, uni yashamaymi o'lib ketadi odam. Qasr quradi, lekin yashamaydi. Uni huzurini qarovuli ko'radi. Qasr qurib qo'ygan bir joydan bir villa qurib qo'yadi. Unda o'sha qarovuli xotin bola chaqasi bilan yashaydi, bir yilda bir marta borsa bora, bo'lmasa bora olmaydi ham o'sha yerga. To'n kiygandiki, ot mingandiki deydi-ku. O'sha bu dunyo shu o'zi. Bu dunyoda nima bo'lsa foydalanganingiz shu. Bu dunyo shuki, ustingizdagi bitta libosingiz, tomog'ingizdan o'tgan bir luqma oshingiz. Bundan boshqasi hammasi qolib ketadigan narsalar o'zi. Buyog'i dunyo foydali mataul hayotid dunyo deyilganing, foydalanasiz, oxiratga qarab ketaverasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan xabarlarda keladiki, jannatda gavhardan bo'lgan nimalar, chodirlar bo'lar ekan. Chodirlar, uni uzunligi 60 mil bo'ladi degan. 60 mil degani 100 kilometrga to'g'ri keladi. Bitta chodirning kattaligi bu shunchalik bo'ladi. Endi jannatga kirgan odamlar ham o'zi katta bo'ladi. Nihoyatda go'zal suratda bo'ladi va jannatga kirganda Odam alayhisalomning suratida, Odam alayhisalomning gavdasida kiriladi. Odam alayhisalomning bo'yi 60 gaz bo'lgan. Tuluhu 60 ziroan. Ya'ni Odam alayhisalomning bo'ylari 60 gaz. Ya'ni bir gaz necha santimetr bo'ladi? Agar 60 santimetr desa 70 santimetr deydigan bo'lsak, 7 kar 6 42 metr bo'ladi. Taqriban ya'ni 13 qavatli uydek bo'ladi bo'yi odamning. Eni 12 gaz. Bo'yi 60 gaz. Odam alayhisalomning bo'ylari shunday bo'lgan. Jannatga hamma mana shu suratda, mana shu ko'rinishda kirar ekan. Jannatga kirganda yosh bo'ladi odam. Jannatga kirganda odam yosh bo'ladi. Agarda odam yosh bo'lmasa, qarri bo'lib kirsa, jannatdagi ne'matdan foydalana olmaydi. O'zini o'zi yuradi odam. Bir kampir kelib turib Rasulullohga jannatga men ham kiramanmi deganda, yo'q, kampirlar jannatga kirmaydi degan ekanlar. Shunda yig'lab qaytib ketganda keyin aytgan ekanlarki, bunga xabar beringlar, jannatga kirganda yosh bo'lib kiradi. Alloh taolo aytgan, inna ansha'nahunna insha'a, biz ularni qaytadan yaratdik degan. Ya'ni ularga alohida bir ko'rinish berdik degan. Eng odam navqiron yoshi bo'lgan holatda, ba'zi xabarlarda keladi 33 yoshlik paytida. Ba'zi xabarlarda keladi 100 ta odamning quvvati beriladi degan bir kishiga. Ovqat yeyishda ham, ne'matlardan foydalanishlikda va ayollardan foydalanishlikda ham 100 ta odamning quvvati beriladi deyilgan ekan. Jannatdagi anhorlar haqida gapiring tugamaydi. Hatto anhorlarini yufajjirunaha tafjira deyilgan. Tajri min tahtiha al-anhar. Odamlar jannati tagidan anhorlar oqadi. Xabarlarda keladiki, odam qo'li bilan anhorga ishora qilsa, mana bundan oq deb oldidan oqur ekan. Ya'ni jannatda anhorlari oqqanda ariqsiz oqar ekan. Ariqsiz oqadi. Oldingizdan oqib o'tar. Men qayoqqa ishora qilsangiz, o'sha joydan oqib o'taveradi. U anhorlar sutdan va asaldan bo'lgan va xamirdan bo'lgan va zilol suvlardan bo'lgan anhorlar. Mana bu anhorlardan ichsa faqat lazzatlanadi odam. Jannatda qorni ochqamaydi va to'yib ketib, yerda rohatsiz bo'lmaydi inson. Mana bularni hammasidan rozi bo'ladimi odam? Fa huwa fi 'ishatir rodiya. Odam rozi bo'lingan hayotda yashaydi. Shunchalik rozi bo'linganki, odam mana bu joyini bunday qilishim kerak degan gap bo'lmaydi. Ammo bu dunyoni uylarida, dunyoni narsalarida hammadan ko'ring hech kim rozi emas. Kimdir uyini bir narsa qilish kerak deb yuradi.
eng qimmatbaho uyda yashagan odam ham nimadir qilish kerak deb yuradi. Ya'ni bu hayotni Alloh subhanahu va taolo mashaqqat bilan o'rab yaratgan. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Insonni biz mashaqqatda yaratdik. Fi degani ichida degani. Mashaqqatni ichida, ya'ni mashaqqatni ichida degani demak qog'ozga qarasangiz, mashaqqat yuqoringiz ham taraflaringiz hamma tomon mashaqqatdan iborat. Tug'ilish ham mashaqqat, bu yog'i o'lguncha o'lish ham mashaqqat. Faqat mashaqqatda yashaymiz. Lekin shu dunyoni o'zida jannatni istab yuramiz hammamiz. Bir rohat joy bo'lsa ekanki, bir tinchgina bo'lsa ekan, hech kim indamasa ekan, o'sha yerga borib ibodat qilsak. Bu siz aytayotgan narsa jannatda u. Bu dunyoda rohat yo'q. Bu dunyoda rohat faqat Allohning zikri bilan rohat qilasiz. Qanday holatda bo'lsa ham agar Allohni zikr qilgan odam qalbi xotirjam bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jannatda anhorlari, jannatdagi idishlar, uni tafsiloti kelgan. Undagi tovoqlar haqida kelgan. Tovoqlar haqida qawarira min fidda qaddaruha taqdira. Ya'ni unda shunday bir shishadan bo'lgan o'zi asli kumush, shishalik kumushlar bo'ladi. U bu dunyoda yo'q unaqa narsa. Hozir bu dunyodagi kumush oq narsa bo'ladi. Kumushdan idish bo'lsa oq bo'ladi. Lekin u shishalik o'zi kumushdan. Shunchalik tiniqki, qaddaruha taqdira. Odamlar nima ichsa o'shanga mos bo'lsin desa o'shanga mos bo'lib qolaveradi. Jannatdagi narsalardan biri shuki, lahum ma yashauna fiha. Odamlarga nima xohlasa bo'ladi. Nimani xayolingizga kelsin, nimani istang bo'ladi. Bir odam aytar ekanki, Robbim dehqonchilik qilaman men deb. Bandam, senga men hamma narsa bergan bo'lsam, nima kerak senga desa, shuni qilgim kelyapti dedi ekan. Ha, qilgin deb katta yer olib, ekin ekib, haydab, shudgor qilib dehqonchilik qilar ekan. Jannat yerda hosillarni ko'ring endi. Katta hosillarni yig'ib, olib kelib tog'day qilib yur ekan odam. Alloh taolo aytar ekanki, bandam, senga hamma narsani berib qo'yibman-ku, nima qilasan desa, Robbim men shuni yaxshi ko'raman. Inson to'ymaydi der ekan Alloh taolo. Inson mana shunday yaratdi. O'zi jannatda o'tiribdi. Hamma narsa bor, lekin dehqonchilik qilib yer haydayapti odam. Jannatdagi surilarni ayting. Uni tafsilot surilarda ustiga qo'yilgan to'shaklar, ko'rpalarni astari qanaqa bo'ladi, usti qanaqa bo'ladi, ichiga solingan narsalar nima? Uni solinish tartiblarigacha aytilgan. Bir-biriga qaratib qo'yilgan to'shaklar, saf-saf qilib qo'yilgan, surilarda ustida bir-biriga qarab suhbatlashib o'tirishligi. Xohlagan odamingizga borasiz. Bir kishiga berilgan narsa bu dunyodagi eng jannatdagi kam joy berilgan, bu dunyodagi podshohlarning 10 misolicha. Alloh taolo bir kishini oxirgi jannatga kirayotgan odam haqida keladi. Olib kelinar ekan, Alloh taolo jannatga kirishdan oldin orzu qilgan, so'ra, nimani so'raysan desa, so'ra ekan, xayoliga kelgan narsa, uni ber, buni ber, buni ber. Keyin Alloh taolo o'zi aytib turar ekan, "Men buni so'ra" desa, "Ha, shuni ber." "Men buni so'ra" desa, "Ha, shuni ber." Chunki inson bilmaydi nima borligini. Aytib, "Bo'ldi, Robbim ber, shuni tezroq bergin" deganda, mana shuni senga 10 barobarcha, buni mislicha, yana mislicha. Shuni Robisi aytadiki, 10 marta aytgan Alloh taolo. 10 mislicha beriladi. Dunyodagi berilgan narsadan eng katta podshohni 10 barobarchalik narsa beriladi. Lekin bu faqatgina bu mislda o'xshashlikda faqat. Lekin uni ma'nosiga qarasangiz, jannat u. Jannatdagi bitta xamchini o'rni bu dunyodagi hamma narsadan yaxshi. Sa'd ibn Muazni mendeli deganlar Rasululloh. Sa'd ibn Muazni jannatda ishlatadigan mendeli dunyo va undagi hamma narsadan ko'ra afzal deganlar. Ya'ni bu jannatda eng kam odamga shuncha berilgan bilan bu ya'ni kamroq narsa berilgan ekan degan narsa odamning xayoliga ham kelmaydi. Jannatni daraxtlari va mevalari shunchalikki qo'lini uzatsa o'zlari qutufuha daniya. Alloh taolo aytadiki, qutufuha daniya, ya'ni uni mevalari yaqin, qo'lini uzatsa shundoq keladi. Xohlagan mevani yeysiz, yegandan keyin yana oldin yegan mevadan boshqacha bir ta'm bo'ladi. Va hidlari shunchalikki jannatning hidi 500 yillik masofadan hidi kelib turadi. Ba'zi bir jannatlar bor ekan 100 yillik, ba'zilari 70 yillik, ba'zilari
40 yillik. Bu ham jannatning darajalariga ko'ra bo'layotgan. Shunchalik hidi o'tkirligidan 500 yillik masofadan hidi kelib turishligi. Jannatda xamirdan bo'lgan anhorlar, asaldan bo'lgan anhorlar, bu anhorlar haqida gapirdik. Hurul ayn. Endi keldik joyiga. Tezroq aytmaysizmi deb. Bittasi aytgan ekan, jannatga kirganda shunday kirsangiz qasr bo'ladi, yana ochasiz, yana qasr bo'ladi, ne'matlar bo'ladi, anhorlar bo'ladi. Butun ne'matlarni aytib shunday borib qasrni ochsangiz, xotiningiz turgan bo'ladi. O'sha yerda ham xotinimiz bo'ladimi deymishdi. Shayx qarang, balkim hadis zaifdir deymishdi. Ya'ni ayollarga shunchalik bir go'zallik beriladiki, huriinlardan ko'ra eng katta chiroylisi o'zini ayoli bo'ladi. Har bir odamga ikkitadan juftda ayol beriladi degan. Ya'ni huriinlardan endi Alloh xohlaganchalik erda. Ularning sifatlari, ular alohida bir gapiriladigan holatlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni jannat ashablaridan qilsin. Jannatga kirganda xizmatchilarni ayting. Yerda yosh bolachalar xizmat qilib yuradi degan. Idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Agar ko'rsangiz ularni sochib yuborilgan gavharga o'xshaydi degan. Haligi xizmat qilib yuradigan bolalarni holati shunchalik darajada bo'ladi. Mana shunda eng oxirgi aytayotganimiz, ya'ni jannat ahliga tasbih ilhom qilib beriladi. Eng katta ne'mat tasbih bo'ladiki, Ibn Taymiya rahimahulloh aytgan ekanlar, yulhamuna tasbih degan, tasbihga ilhomlantiriladi. Ya'ni yukallafuna deb taklif qilib sizlar aytinglar deb buyurilmaydi. Xuddiki hozir nafas olishimizga o'xshagan. Hozir nafas olishimizga Alloh taolo ilhomlantirib qo'yganki, kim o'ylab nafas olyapti? Nafas olishim kerak deb o'ylamaydi-ku odam. Uxlasangiz ham nafas olasiz, uyg'oq bo'lsangiz ham nafas olasiz, ovqat yesangiz ham nafas olaverasiz. Ilhom bu. Tasbih xuddi shunday bo'ladi. Jannat ahliga tasbih ilhom qilib beriladi. Da'wahum fiha subhanakallohumma va tahiyyatuhum fiha salam va akhiru da'wahum anil hamdulillahi robbil alamin. Jannatga kirganda ularning da'volari, duolari subhanakallohumma deydi. Ey Robbim, seni poklaymiz. Alloh taoloni poklaymiz. Alloh taolo shunchalik bir Robbun Rahim va G'afurur Rahim bo'lgan zot ekanki, o'zi yaratib, o'zi shunday ne'mat berib, o'zi hidoyatlab, o'zi mana shunday zilol tagidan suvlar oqadigan, anharlar oqadigan jannatlarga kirgizibdi. Va tahiyyatuhum fiha salam, undagi ularning tahiyyasi salom bo'ladi. Hamma joydan bir-biriga salomlar eshitiladi. Eng katta salom Alloh Robbul Alamin tarafidan bo'ladigan salamun qawlan min Robbir Rahim. Alloh taolo tarafidan bo'ladigan salom. Jannat ahli jannat mevalarini yeb, hamma narsadan ne'matlanib turgan paytida Alloh taolo ey bandalarim der ekan. Ey bandalarim, rozi bo'ldinglarmi deb so'rar ekan. Rozi bo'ldinglarmi? Mana fa huwa fi ayshatir rodiya deganda, rozimisizlar deganda, nimaga rozi bo'lmaymiz ey Robbim? Hamma narsani bergan bo'lsang, nomay amalimizni o'ng qo'ldan bergan bo'lsang, yuzlarimizni yoriq qilgan bo'lsang, tarozilarimizni og'ir qilgan bo'lsang, jannatga kirgizding shunchalik, nega rozi bo'lmaymiz deganda, bundan ko'ra afzalrog'ini beraymi sizlarga der ekan Alloh taolo. Shunda nima bo'lishi mumkin? Bundan ham afzali nima bo'lishi mumkin deganda, Alloh aytar ekanki, men sizlarga o'zimni rozichiligimni tushiraman, bundan keyin abadan g'azab qilmayman sizlarga. Bundan keyin g'azab qilmayman. Mana bu eng katta ne'mat odam uchun. Va Allohning jamolini ko'rishlik bu har kungi ne'mat bo'ladi. Eng katta ne'mat berilgan odamlar har kuni Allohning 2 marta jamolini ko'rar ekan. Ertalab va asr paytida. Subuh va asr paytida har kuni. Ba'zi odamlar faqat juma vaqtlarida ko'rar ekan. Allohning jamolini ko'rishligi juma vaqti. Lekin Allohga eng muqarrab bo'lgan odamlar har kuni 2 martadan Alloh taoloning jamolini ko'rishar ekan. Mana bu narsa va akhiru da'wahum anil hamdulillahi robbil alamin. Eng oxirgi odamlarning aytadigan duosi Allohga hamd bo'lsin deydi, boshqa narsa emas. Alloh taologa hamd bo'lsin. Bu tasbihlar odamlarga ilhomlantirib keltiriladigan narsa. Alloh taolo hammamizni jannat ashablaridan qilsin. Alloh taolo namoy amallarimizni o'ng qo'ldan oladigan, tarozilar og'ir qilinadigan bandalardan qilsin. Hada ma a'lam robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.
Sollallohu va barik ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu vassalam. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.